tumanning Beruniy mahallasida ko'p qavatli uylar bir nechta bo'lib, ularni barqaror isitish maqsadida joriy yilning iyul oyida aqlli qozonxona qurilishiga kirishildi. Buning uchun qariyb 18 milliard so'm mablag' ajratilib, energiya tejamkor uskunalar o'rnatildi. Tez kunlarda 17 ta ko'p qavatli uyning 1250 ta xonadoni hamda 7 ta ijtimoiy soha obyektlari markazlashgan holda isitiladi. Bu qozonxonamizning afzalliklari juda ham katta. Bundan birinchi navbatda gazdan iqtisod qilamiz. 1 soat ichida oldingi eski qozonxonalarimizda 4000-5000 kubigacha gaz yoqqanmiz. Hozirgi zamonaviy qozonxonalarimiz aqlli hisoblanadi. 1200 kubadan 1500 kubagacha gaz rasxod qilamiz. Eski qozonxonalarimizga nisbatan bu qozonlarimizda elektr ham ancha tejamkor bo'ladi. Tepli trassalarimiz yopiq tizimda bo'lganligi uchun zamonaviy quvurlardan montaj qildik. Issiqlik aholiga me'yorda yetib boradi. Prezidentimiz 2025-yil maydagi 100-qarorlarga asosan bu qozonxonamiz qurilishi 2025-yil iyul oyidan boshlanib, respublika byudjeti tomonidan 17 milliard 800 million so'm ajratilgan. Shu pullar evaziga qozonxonamiz ishga tushish arafasida turibdi. Bu yerdan issiqlik tizimi 17 ta ko'p qavatli uy, ya'ni 1250 ta xonadon, 5 ta ijtimoiy sohaga xizmat ko'rsatamiz. Chindan ham qozonxonaning aqlli texnologiyalar bilan jihozlangani gaz, elektr energiyasini bir necha bor tejash imkoniyatini beradi. Ya'ni tabiiy gaz sarfi hozirgacha 656.3 metr kubni tashkil etgan bo'lsa, endilikda bu 331.2 ming metr kubga qisqaradi. Bu albatta aholi uchun katta foyda.